Bismillah. Alloh degan so'z bor bizda ya. Alloh degan ismi jalala ulug'ni bildiradigan so'z bor. Sol so'zimiz ikki turli o'qiladi. Birda tafhim, juvon o'qiladi, birda tarqiq, jingishga o'qiladi. Agarda Alloh so'zining oldida damma kelsa, nemisi fatha kelsa, onda Allah degan so'zindagi Allah so'zindagi lam harfi, lam harfi istida juvon o'qiladi. Misoli Rasulullohi, o bo'lib ketadi ya, o siyaqti. Rasulullohi, innalloha. Buni so'zimiz ne istida juvon o'qiladi. Lam üstündeki fatha. Agarda Allah so'zining oldida kasra kelsa, misoli Lillahi degan siyoqti. Lillahi degan siyoqti. Onda Allah lafzındagi lamning üstündeki fatha jingishga o'qiladi. Billahi. Lillahi. Nega deganda buni kasra jingishga o'zi. So'ngdan da bunaqa nasib etadi ya. Damma min fatha juvon bo'lgandan o'zining keyingi so'zga ta'sirini tegizadi ekan. Billahi. Lillahi. Rasulullohi. Innalloha deb o'qiymiz. Endi o'sini kitobdan o'qib ko'raylik. Allah lafzı deydi. Allah lafzının lafz deganimiz lafzun lebiz söz dibis degan söz. Harfinde necha qoida bor deydi. Ikkovi tafhim, tarqiq. Tafhim degani juvon o'qu, tarqiq degani jingishga o'qu. Allah lafzindagi lam harfi qachon juvon o'qiladi? O'zining oldingi harf dammaqti yoki fathaqti bo'lsa juvon o'qiladi. Misoli Rasulullohi, innalloha deb juvon o'qiymiz. Qachon jingishga o'qiladi? O'zining oldingi harf kasraqti bo'lsa jingishga o'qiladi. Misoli billahi, lillahi degan siyoqti.